Elektrostkech Emeraldo firmasiniki ishlamayapti deb bergandi. Sinab ko'ramiz. Ventilyatori ishlayapti. Birinchi положение ishlayapti. Ikkinchi положение ishlayapti. Qiziq, nima uchun ishlamayapti deb bergan buni? Ishlayapti. Ochildi. Bizda parragi va termoelementoz ko'ramiz. Qanday holatda ekan? Nima uchun bunda defekt kuzatilgan? Mana sababi, ventilyator shamol tortib biz haydab berish kerak. U necha changga to'lgan. O'zi qizib ketgan, shuning uchun ham termostat himoyaga o'tib o'chirib tashlayvergan va uzoq muddat yaxshi qizdirib bermagan. Mana sababi. Bizda hovana termostat turibdi joylashgan. Bo'ruchi zo'rg'a ko'rinib turibdi. U bizda qizib ketganda himoyada ishlaydi. Mana termoelement oldi ochildi, ancha tozalandi. Mana bizda shu termostatimiz. Ichi tozalab yopildi. Endi sinab ko'ramiz yana. Ishlayapti. Birinchi положение. Hamma положение ishlayapti.